Assalomu alaykum hammaga. Yana bu yerda Qozaq bozori 4000 so'mdan pul olib turibdilar. Har bir mashinadan. Pul olib turibdilar. Bozora parkovkaga kirish uchun. Yana bozorni ahvoli. Qana bu yerda parkovka. Bir parkovka emas bu yer. Bir stadion bir. Stadion. Biri futbol oynadılar bir de. Bula 4000 so'mdan kirib, ish parkovka qo'yibdilar. Ishi pet kollejda o'qiganman. Iminni o'zlarimiz ishida stadionda futbol o'ynaymiz. Lekin bu stadionning ahvolini qarang. Yaroqsiz holda bozor tomonidan parkovka qilingan. Buni ustidan qaraydigan bir mas'ul shaxslar bo'lsa, tartibga solishlaringizni so'rayman. Rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Shuncha mashinalar